Hurmatli ovqatni yaxshi ko'radigan akalar, opalar, aka-uka, singillar. Mana ko'rib turganinglar, Anjir milliy taomlarni matalashkasi. Shu go'shtlari hamchi o'zi bir 5 soat qaynaydi, 5 soat. Qo'rada uni qaynatadi o'zini suviga. Voh. Sizlar bu mazasini yemabsizlar, anjirga kelmabsizlar. Matalli eng zo'ri faqat Anjirda. Mana saylarini qaranglar, mana. Xususiy firma, xususiy o'zimizdan o'shani qimmat bolgarskiylardan qilib, piyozlarni oqlaridan, yangi chiqqan piyozlardan to'g'rab, voy. Mana kartoshkalarini qarang. Jigar, mana kartoshkalarini qarang. Mana buni qarang, ichlarini qarang kartoshkani. Ezilib, voy. Vafshim til ojiz buni gapirishga. Buni gapirib berib, sizlarga maqtab o'tirgandan ko'ra bir marta kelib yegan yaxshi. Mani gapimga ishonmasanglar kelib yeb ko'ringlar. Hammanglarni Anjir milliy taomlarida matalla kutaman sizlarni. Go'sht chiqaring, mana go'sht chiqaring. Mana go'sht chiqaring, mana. Xilvillab ketishman qarang. Tutunini qarang. Mana. Anjir milliy taomlari hech qayerdan go'sht sota olmaydi. O'zini fermasi bor. Qo'ylari bor, mollari bor, otlari bor. Shundan so'yamiz, shuni go'shidan. Sizlarga faqat eng zo'rini ulashuvchi Anjir milliy taomlari.